Assalamu alaikum, urmatlı bizning kanalın görüşçüleri, urmatlı mekendeşler, urmatlı Kırgızstanlıklar. Kutmandu günüңүздөр менен. O karmagan orozоңуздар kabul olsun. Bugün biz Oş şaharındagы Учкун mal bazarına geldik. Bugün bu mal bazarda maldın sanı öte köp. Орозо айттын жакындаганына окшойт. Азыркы учурдагы мына ушул майда малдын, койлордун, кочкорлордун баалары менен таанышып чыгабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Анда мына ушул койлордун баасы менен таанышканды баштадык. Салам алейкум. Канча деп атасыз ака кочкорлорду? Мына карасы 15 миң сом. 15 миң сом дейт. Бүгүн өтө мал көп ка. Орозо айттын жакындаганына окшойт. 15 миң сом канча тиш бул ага? 4 тиш. 4 тиш кочкор. 15 миң сом дейт. О сарысычы. Бул кисар окшойт а? Мына сары канча бунусу? Sarısı kança? 19 ming so'm kami bor deydi. O'ta quyruqda ekan. 19 ming so'm kami bor ekan. Yaxshi semiribdir biroq, yaxshi bag'ilgan. Bu qancha? Bulda 4 tishmi? Bulda 4 tish qo'chqor. Az suyrat qo'yasini. No qashqa qo'chqorning bosim bilayinchi, qancha ekan bu aka? 12 ming so'm. 12 ming so'm. Qancha tish bu? 2 tish. 1 2 tish qo'chqor ekan. So'ktu, uzun qo'chqor. 12 deb atam. Buna sizniki qancha aka? 8 ming so'm. Bu qancha tish? Qo'zi. Qo'zi ekan 8 ming so'm deydi. Jaylov qayday turgan ekanda bular. Nol жерде dagı bir bag'ilgan qo'chqorlar bor ekan. Qancha ekan bular? Qanchadan aka bas? 12 ming so'mdan. Har biri. Qancha tish bular? 2 tish qo'chqorlar 12 ming so'mdan. Жақшылы сәміріптір. Мына бұл жерде бау болып атат, мына ошол қара қошқар ұқсайды. Қолыңыз қармай тұрған болайын ака. Ертең қолыңыз қармай. Барден бір арнақта берің ака. Қанша бердіңіз ака? 8 миң сом. 8 миң сом беріліптір мына ошол қара қошқарға. Тең бересіз бе? Soyishqov. Ошондой ұқсайды. Soyishqov. Қанша деп атасыз ака бұл қараны? 10 миң сом. 10 миң сом дейді. Мына осычы? Екіншісі? 13 миң сом. Бұл қараңыз қанша? 11 миң сом. Сіздікі қанша ба? Мына 10 миң сом soyishqov. 10 миң сом. Бұл баға тұрған. Бұл қанша? Бұл 10,5. 10,5 миң сом. 2 tish. 4 tish, 2 tish, ha? Жақсы екен, сөкті екен, ha? Мына баға тұрған uzun. Арқысы баға тұрған екен, ha, бұл, ha? Uzun, söktü ekan. Жақсы qo'chqorlarning basi shunday bo'ladi. Mına qo'zi qancha ekan? Qo'zi 7,5 ming so'm. Bular baqa turgan qo'zi ekan, ha? Nongizchi qarаңыз. Qarasi ham 7,5 ming so'm. Bular qo'zi. Bu keyingisiz? Keyingisi ham qo'zi. Bular qo'zi bu biroq yaxshi ekan, ha, etdi, ha? Bu qancha basi keying? Bu basi 9,5. 9,5 ming so'm. Mana eko'ngiz qancha ekan? Mana eko'si. 10 mingda. 10 ming so'mdan, ha? Bular 2 tishdami, 4 tishdami? 2 tishdan, ha? Yaxshi bag'ilibdir biroq. O'zingizlar baqqansizmi? O'zim baqqaman. Olib satarsizmi sizda? Olib sotarman demaman. O'ta yaxshi. Aka Aka mana o'sha o'zim kunab keldim. bozorda ele yuradi ekan. Ba'zida dehqon bo'lib qolam deydi. Nerede dehqon bo'l? Nol yerda mal qo'chqorga dog'i.
bog' bo'lib o'tadi. Bu qancha berdi ekan? So'kdi, biyik qochqar ekan. 9 ming. Qancha berdingiz aka? 9 ming. 9000 so'm. 9 ming. 9000 so'm. So'kdi, uzun bo'lgan qochqar ekan. Eti daha yaxshi. Mal жерде да qochqorlarning bosin bilib ko'rayin men. Qatoridan turadi bu yerda. 10 qochqor. Qanchadan bo'lib o'tadi aka bolalari? Qochqorlarning. Qo'llar 9 mingdan 10 mingdan kam. 9000 so'm, 10000 so'm. Nol kichikroqlari 9000. Nol uchosi 10000 so'mdan ekan. Ular kichkina cho'ngroq, yaxshi bog'ilgan ekan. Bu qancha tish nol cho'nglari? 2 tishdan. 2 tishdan. 12 kam. Optim 11 dan. 12 kam var dedi. Optum 11000 so'mdan dedi. Mana shu uchosi. Abi sherigi satdim 11 mingga. Mana shu 11 mingga satıldı. Ha, mana shu 11 ming so'mga satıldı. Biroq yaxshi, semizligi yaxshi ekan. Dumada yaxshilar ekan. Qancha tish bularga? 2 tish o'xshaydi. Qo'zi ekan hali. Qo'zi ekan ha? Qo'zi. Tish buzelek qo'zi. Qarangizlar, quyruqni qarangizlar, quyruqni. Nonni qancha qoldingiz o? Je satasizmi? Yo'q, bular sotilmayapti. Yo'q. Qancha ekan? Bu 20. Bu cho'ng qochqor 20 ming so'm. 2 hafta bor ekan. 4 tish qochqor ekan. O'ta cho'ng. 20 ming so'm. Nol qara qancha ekan aka? Qara 14 ming. 14 ming so'm. 2 tish. Bog'la turgan qochqor ekan bular. Bog'la turgan. Qo'yamiz dedi, YouTube'dan chiqib qolaraydi. Bundan uchrashib berib otgan pat qo'yammi? Berasizmi? 15 ming so'm bor. Qancha tish? 4 tish. Jarat 4 tish ekan. Ha, 4 tish ekan. Tashkent. 4 tish. O'ta so'kdi qochqor ekan, shu qada qiziqqanlar bo'lib o'tadi. Qarangizlar. Uyurga jarat. Mal yerda daha bir so'yishga jaragan o'ta semiz qochqorlar turadi. Mal sari qancha aka? 20 ming so'm. Qancha tish bu? Yemi tish buz o'ta ha? Oho, parodasi ne bunun? Gisar ha? Tojikistonlik emasmi? Çalış. Çalış deydi, gisar çalış deydi. Tish buz elek deydi. Nol qarangiz qancha ekan aka? Bu sizdan emas ekan ha? Nol eko qanchadan? 17 ming so'mdan. Qancha tish bular? Borisi teng. Bular da tish buzelek deydi. Hozir o'ta cho'ng qochqorlar ekan. Ammo qashqasi 2 tish ekan. 17 ming so'mdan deydi. Mol yerda dag'i o'ta cho'ng qochqorlar turadi. Qarangizlar. Mavshular toshdan gigant qochqorlar. 25 ming so'mdan ekosi satıldı. 25 ming so'mdan 50 ming so'mga mana shu 2 qochqor satıldı. 4 tishdan. Qarangizlar, toza gigant qochqorlar. Ekosi teng 4 tishdan ekan. 50 ming so'mga 25 ming so'mdan ekosi satıldı. Mına uşul qochqor menen janındağı qarasıdağı ekosi qo'shilib 33500 so'm. Non qanchaga so'rashdi aka? 16 ming. 16 ming so'mga. Qancha tish? 2 tishmi? 2 tish. 2 tish qochqor. Mana qaradağı sizdanmi? Qancha bu? 22 ming so'm. Qancha tish bu? 4 tishmi? 4 tish. Jo'n ekan biroq ha? So'kdi. Jo'n so'kdi bo'lgan qochqor ekan. Mana u yoqdagi bir gisar qochqorlar turadi. Mana sariq gisarlar. Qanchadan bo'lib o'tadi ekan bu gisarlar so'raysiz.
Assalomu alaykum. Gisarlar qanchadan bo'ladi aka? Ha, 330 ming. Üçösü 30 ming so'mdan. No cho'ngichi? Cho'ngi 35 ming so'm deydi. No kichkinalar qancha tishdan? Qo'zlar bor. Tish uzeli qo'zlar. No 4 tish ekan. 35 ming so'm. No üçösü 30 ming so'mdan. 125 ming so'm toza bor ekan-da bu yerda. Qarangizlar bu gisarlarda. O'ta yaxshi semirgan. Üçösü qo'z ekan. Navul 4 tish ekan. Andan naridaги navul жерде dagı so'yishga jaray turgan mınандай. Quyruqdu qo'chqorlar turadi. Mana qanchaga qarasi? 20 ming so'm, manikilar 25 ming so'm. Navul 20 ming so'm, navlar 25 ming so'mdan ekan, ha qolgani. Qancha tishdan bular aka? 2 tish, 4 tish qo'chqorlar. O'roz aytqa tayyorlabsizlar-da, semirib, ha? Ha, boqdi. O'ta yaxshi boqilgan qo'chqorlar ekan. Qarangizlar, o'roz aytqa jarasha. Mal bozorda o'ta qo'ylardan soni ko'p. Bugun mal yaxshi tushibdir bozorga. Qo'ylar, buqalar, uylar barisi ko'p. Hurmatli mekendeshlar, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, hurmatli qirg'izistonliklar. Dagı bir jolu qarmagan orozongizlar qabul bo'lsin. Bu chiqarishda biz Uchqundagi qo'chqorlardan, qo'ylardan bog'lar bilan tanishdik. Anda keyingi chiqarishlarga cheyin omon turingizlar.